هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 5-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammaga ma'lum bo'lgandek biz suyumli payg'ambarimiz, yo'l boshchimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan Rasulimizni bu ulug' muborak Ramazon oylari munosabati bilan texnik yaqindan tanib chiqish uchun programmani boshlatib huzuringizda har kuni bo'lib turyapmiz. Programmamizdagi doimlik mehmoni hurmatli Habibullah Kusani ustozni har qatimli programmani taklif qilyapmiz. Sharq Turkiston ulamolar birligining a'zosi va hammaga tanishib bo'lgan da'vatchi malaga ma'lum. Bugun ham tekrar kappagalik uchun ko'p rahmat aytmoqdim. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Programmani kirishni uzatmay bevosita har kuni davomlashayotganligi uchun davomlashtirsak, bugungi programmamiz ana temamiz Rasululloh farzandlari bilan degan mavzuda to'xtalamiz. Tunugimiz oiladagi Rasulullohni paranglashgan. Shunga payg'ambarimizning farzandlariga qanday muomala qiladi deganda mashisa qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh hamd sano bo'lsin. Payg'ambarimiz, jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam durud salomlari bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki biz yuqori tilga olgandek qalbi bir mehribonlik dengiz edi. Ya'ni shu qadar mehribon zotki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasulullohning uyida yashagan bir xizmatkor. Sahabiy guvohlik berib, nima deydi deslar? Ma ra'aytu ahadan arham bil iyan min Rasul sallallohu alayhi vasallam. Mushu men oilasiga Rasulullohda kuyundigan bir insonni ko'rib baxmadim deydi. Yani biz bilmez sahabelerle gap qilsa, haq gap. Rasululloh en kuyumchan aile degan. Yani bu vaqt Resul Ekrem sallallohu alayhi vasallam bir odamga o'zining oilasini vayron qilish, yetib eshib qolgan gunoh degan hadis bor. Kafa bil mar'i isban an yudayya ma ya'ul deydi. O'zi baqdigan oilani vayron qo'yishdan oldiga o'tilgan cho'ng bir gunoh yo'q. Mana bunu degan Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallam albatta o'zining oilasiga ajoyib ko'ngil bilgan. Shu qatorda endi biz ayollar bilan qada o'tadi buni so'zlashib o'tdik. O'zining bolalariga masalasiga kelsak, endi Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallamningki 7 bolasi bo'lgan. 4 qiz, 3 o'g'il. O'g'il o'lib ketgan. Yani mesela oğulları asasen 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş, 20 yaş oğullar tüyüp ketken. Mesela şu qatada mesela çoğun oğulu Kasım. Bu Hadice anımızdan boğan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buluştun burun dünyaya gelgen bala. Kasım. İkincisi Abdullah. Bu mu? Hadice anımızdan boğan bala. Üçüncüsü İbrahim. İbrahim Maria Kıbti anımızdan boğan. Kıbtilik yani Mısır'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye kılınan ayaldan boğan bala. Hem de digendek bu üçüncüsü bu bak vaktidilam apat boğan. Mesela Kasım degen çoğun oğlu 2 ay 6 aylık olup Mekke'de vefat olgan. İkinci oğlu Abdullah. Bu Peygamber Aleyhisselam peygamber boğandan keyin tug'ilgan bala Abdullah. Lekin yine Mekke'de küçük turib vefat olgan. Üçüncüsü İbrahim. İbrahim Medine tug'ilgan. 17 ay yoki 16 aylık olup tugab ketgan. Hamda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu ailege ne kadar mehribonligini ama İbrahim tugab ketgan vaqtida Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan: "İnnel ayna la tadma' ve innel qalba la tahzan aw la yahzan
Ve inna lefiraqike ya İbrahim le mahzunun. Gözlerden yaş çıkıp ya. Ey İbrahim, gözlerimizden yaşlar tökülüdü. Kalblerimiz gam gussu bilen tuşap ketdi. Biz sen bilen ayrılıp naiti köңlümüz yerim boldu. Şundaqdan biz Allah ve Allah razı bulgan sözündeymiz. Vay Allah makagülük mankilemdo degендek, yani Allah'ın bu bekitken takdiriga narazı bo'ladigan kupri so'zlarni qilmaymiz, balki Allah razı bo'lgan so'zni qilamiz. Ammo deb Rasulullahning ko'zlaridan taramlab yosh oqib ketgan. Sahobalar hayron qolgan hamda. Ya Rasulullah silmi shunday yig'lamlar. Demak, bu Rasulullahning naqadar shu oilaga mehribon kuyimchi. Ana 4 qizi bo'lgan Rasulullahninki. Bu 4 qizning hammasi shu Xadicha onamizdan bo'lgan hamda. Eng çoğu Zeynep anımız. Zeynep anımız bulup öz vaqtida Abul As ibn Rabi'a bilan to'y qilgan. İkinchisi Ruqiya anımız. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın ikinci kızı. Burun bir to'y qilgan, keyindan andan keyin Peygamber Aleyhisselam peygamber bo'ldi degandek illam taloq qilib o'tgan. O'tganda cheyni. To'y qilib rasmiy nikoh olib bir uyga kirmagan, ammo chay ichirilgan. Shuni payg'ambar e'lon qilgan ekan, buzilib ketgan. Shuni Osman roziyallohu anhu to'y qildi. Payg'ambar alayhisolamning 3-qizi Ruqiya, Zeynep, Ruqiya, Ummu Kulsum. Ruqiya onamiz tuyib ketgandan keyin Ummu Kulsum onamizni Osman roziyallohu anhu olgan. 4-chi Fatima onamiz Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh to'y qilgan. Ammo qizlardanmi 3-chi Rasululloh hayot vaqtida to'yib ketgan. Faqat Fatimamiz to'yib ketgan. Payg'ambarning shu degan ya oldidan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zimi ballarga aytib chiroyli ism qo'yatdi. Hasan, navrilarga Husayn, Ruqiya, Ummu Kulsum, Zeynep degandek ma'nolarni chiroyli Fatima hammasi chiroyli ismlarni. Mesela Qasim, Abdullah, İbrahim deganning Peygamber Aleyhisselam, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ismi. Aldı bilen hem üzümü biz Müslümanlarni ballaga chiroyli ism qo'yishga buyurgan. Manda bir ismsal qamlashmagan odam bo'lsa Rasululloh ismini yo'tkib o'tadi. İkincisi Peygamber Aleyhisselam ballarni yaxshi tarbiyalash bilan birga eng yaxshi yigitlar bilan uylantirgan, to'y qilib qo'ygan. Şu vaqtida mesela Osman roziyallohu anhu deyli yoki boshqa tunji kuyovlar olsun, şu Mekke'deki en barmaq bilan sanaydigan yigitlar edi. Osman roziyallohu anhu olsa hammadan bildigan naitibek adab, axloqliq, isil, fazilatlik, oliyjanob, hatto axloqidan farishtalar oyoq qildigan darajadagi axloq egisi. Shunga o'xshash anadaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mush aile işlerinde maslahat bilan ish qiladi. Bir ish qilsa balları bilan maslahat qilgan. Hatta to'y qismi men payg'ambar, men osmonda vahiy keladi, men yaxshi bilmadim ay, qizlarini to'y qilmoqchi bo'lsa, kirib qizim, palani sizga bir talab qilib kelibdi, sizni bir osam deb kelibdi. Sizning fikringiz qanday deb maslahat so'raydi. Endi mushu bir hadis var. Biz mush hadisdan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün ballarga qanday muomala qilishni o'rgansak bo'ladi. Haqiqatan mushu hadisni o'qib, yani bizning ne kadar bir mushu dinimizni hayotimizda tatbiqlamaydiganlikda chiqib turdi endi. Masalan, Ayşe onamiz deydi, mush Fatima Rasulullohga minish turishlari shaklini bak o'xshaydi deydi. Xo'sh. Eğer Fatima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in qishig'i kelsa, Rasululloh o'rnidan turadi deydi. Berib qo'ldan tutib, yani qo'ldan ko'rishib, qo'lni tutib, pishonisiga suyab qo'yadi deydi. Anan lekin ekilib o'zining o'ltirgan o'rniga o'ltirg'azadi. Ya o'ng tarafiga ya sol tarafiga. Yo'q, majlisida o'zi o'ltirgan o'ltirg'azadi deydi. Yani demak shu to'yga boshlaydi. O'zini o'ltirgan bo'lsa, shu yerga boshlaydi. Eğer Peygamber Aleyhisselam Fatima annemizni qishig'i kirsa,
Fatima anamızmı derhal ondan kopup, berip koldan tutup, körüşüp, Peygamber Aleyhisselam'ın inekleri peşanlarına suyup, yüzü oltuğun jağı oltuğuzat deydi. Mana bunundan ata-balının bir-birine ne kadar hürmetleydiganlığı. Şuna ne kadar qadrlaydiganlığı çıkıp turdu. Şunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani ballar bilen qanday muamele qılatdı degan çağda oşundaq. Yani yaxşılağı buriti, yaman işlardan to'sdi. Hatta law anna Fatima bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Yani bunda kuyuş ularni akiltib yo'ldan chiqarish sabab emas. Akiltib xato qilsa ma'qul demaydi. Agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilib qo'lini kesatdim deydi. Muşunda terbiyelet kızlarını, ballarını. Hem bek yaxşı göretdi, bek hürmetleydi ve ulanın dini cihetten yaxşı yeteklep, yaxşı terbiyelep kaldık doğruluk nayeti nimelecek. Şunda olsun biz ma programdan bek uzarıp ketmeslik için muş bir hadis men yetip aşıdı deyme. Ata bilen balın oturistiki alaka muş hadis yetip aşıdı. Resulümüzdeki şu kızıg'ullar o'ttirisida muamele jihati farqliq bir muamele qilamiz degan bir savol bor. Hamda mushu insonning tabiatida ko'pincha jamiyatlarda o'g'illarni bakrak yaxshi ko'radigan, qizlarni yaxshi ko'rmaydigan ahvol bor. Bo'lib o'z vaqtidagi Rasululloh yangi payg'ambar bo'lganda arablar qizlarini tirik ko'madigan vaqt. Hamda oldi bilan islom dinimizda birinchi numurliq qimmat qarash. İslamның qimmat qarashlari birinchi numurliq qimmat qarash adillik, adolat. Şunun Kur'an-ı Kerim'de adalet sözü 400 qatımdan jiq tekrarlangan. Her cuma kunsi İmam Mahunum İnnallaha ya'murukum bil adli vel ihsan. Her cuma kunsi Allah sizin adaletga buyuruyor deb. Allah subhanahu wa taala bütün Kur'an'ni ikki söz bilan ixchamlagan. Bir ayet var. Ve temmet kelimatu rabbika وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Sidqan ve adla aynen. Bütün Kur'an'ı iki sözü ixchamlagan Allah subhanahu taala. Allah'ın sözü rastçılık ve adaletle tamamlandı dedi. Kur'an, bütün Kur'an samimi rastçılık ve adalet dedi. Tamam. Allah yani ve temmet kelimatu rabbika sidqan ve adla. Senin Rabbinin sözü gibi rastçılık ve adaletle tükedi. Yani rastçıl bol adalet kıl. Dünya mışılan sağlam, dünya mışılan güllünde odaydı. Şunun için İslam dinimiz bu adalet kıymet karşısında otururken Resulullah elbette adalet boğan. Hatta ayallığa, kızlığa, küngül bölüşke Allah idi buyurgan. Bir sahabe kelip ya Resulallah, menin en güzel muamel kılışımga, en haklık adam kim olsa anan dedi. Onun ikincisi anan, onun ikincisi anan. Dördüncü katım dadağında geliyor. Hem bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men ala cariyeteyni hatta tebluğa ca'a yevmel kıyame ene ve keha ve huve kehateyn. Kim ki iki kızını balağat yetkiçilik yani buyuk etip kırıçilik yaxşı terbiyelese deydi. Bu yer terbiyeleselen bakkanın farkı var. Baktı ise şu kime prep şuna aşk koymaya obdan bak. İslam dedi baksa demedi, terbiyelese dedi. Yani o kızlarını yaxşı okutup edep, ahlak cihetten dinni suyduğan, İslam'ını suyduğan, ahlaklık, vatanını suyduğan, yaxşı bir kereklik, hayalık, sapalık bir iki kızını terbiyelep koysa kıyamet ikisi aş kıyam men bilen okşaş cennette olur dedi. Yani peygamberinin dersi gelişi doğu digini. Yani bu kız terbiyeleş, kız bakışının ne kadar ecir, ne kadar kat ekanligini bildirdi. Şunun için bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şu bulup mu ayallığa, çünkü ular aciz bolganlıktan, ular oğulluğa qaraganda bek küynüşke muhtaç bolganlıktan, ular terbiyeleşke hatta erlerdim o ayallarının terbiyelenişke yoki terbiyeleşke ihtiyacını bildirir peygamber. Nima qilsa bir onun terbiyeleş, bir ümmetin terbiyeleş. Çünkü haqqancha cho'ng yaxshi terbiyelengen erni kim tuqqan desa, şu anı tuqqan, şu anı terbiyelegen. Uyg'urchada anı mektepdeydi. Anısı terbiyelenmegen bala terbiyelenmeydi. Bunu bütün halkımız bilish kerak. Ananın kuchug'ida terbiyelenmegen bala onundan keyin terbiyelenmeydi. Bu bek muhim bu. Şunu Peygamber sallam deydi, bir iki kızını yaxşı terbiyelep koysa, kıyamet günü men bilen buldu degini. Yani milletinin anılarının sapası,
onalar terbiyelense, onalar qadrlansa, onalar adalet degan bu qimmat qarashdan to'liq bahramand bo'lsa, demak bu dinimizda ulug' ish. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiz bilan hargizmi o'g'ilni ayirmagan. Balki ikkisini o'xshash qatorda odil bo'lishgan. Shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda man ubtiliya min hazil banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitra minan nar. Kimki qizlar bilan imtihon qilinsa dedi. Demak, qizlarninki biqib cho'ng qilish o'g'illar qaraganda sal tas bo'lish mumkin endi. Nimishqa dedim, buni tarbiyalash, adab, axloqlik, noat yaxshi bir parvarish qilishga ehtiyoji bor. Kimki mushta qizlar bilan imtihon qilinib, shu qizlarga yaxshilik qilsa deydi. Ahsan, ya'ni yaxshi muomala qilsa, yaxshi qarasa, yaxshi boqsa, yaxshi tarbiyalasa deydi. Ya'ni ularga yaxshilik qilsa degan gap. Gap so'zda yaxshi bo'lsa, harakatda yaxshi bo'lsa, go'zal axloqlan muomala qilsa va shularni yaxshi tarbiyalasa, qiyomat kunida do'zaxdan shular saqlab qoldi deydi. Parda bo'lib qoldi deydi. Parda bo'ldi. Mush hadisninki har xil variantlari bor. Har xil variantlari nemislar bor. Hatto ba'zida 3 qiz ata qilingan bo'lsa, o jahannamdan sitir bo'ldi degan bo'lsa, ba'zida 2 degan va ba'zi sahobalar kelib, masalan, bir qiz vardı degan vaqtda, "Ashuma shunda bo'ldi" deb qizlarninki qanchalik muhim ekanligi tarbiyalashninki. Chunki jamiyat ashunda bir xil uzun yillar ashunda qizlarni yomon ko'rgan bir jamiyatdan Rasululloh eng ulug'lanadigan shaxs sifatida o'tirib qo'yibdi deb payg'ambar sallam kaplam onaning eng hurmatli ishtiyoqligi. Ammo bu ayollarning ham Alloh subhanahu va taolo yaratganda mushtaq nihoyat ahamiyatli, muhim yaratgan. Masalan, bunday deymiz, jamiyatning 60% ayol. Qolgan 40% ni shu ayollar tutgan. Demek bu bek muhim bu. Şu Kur'an-ı Kerim'de Sure Nisa, ayollar suresi. Şunda ama mahsus Meryem suresi. Demek bu ayollarınki yaxshi tarbiyalanishi, bularning qadrlanishi, bir haq, bularning haqiqiy bir muslima bo'lishi bir millatning taqdirini belgilaydi. Albatta. Xo'sh, endi payg'ambarimizning kuyovlarga bo'lgan muomalasi hamda biz mayli bizning millatimizdan bo'lsin, qiynoati bir xil qiynoat Rasulullohniki bu hayotiga bir qarasa odam hatto o'z o'g'li qilmagan darajadagi illiqlik u muomalamdi. Nihoyat bir xil biz ajoyib qaraymiz hamda bizda butun bugungi dunyo islom dunyosidami ya bir narsa deb o'zlaricha tep bo'lgan masalalarda nihoyat bir xil so'q muomala qilganda ixvolan ko'ramiz. Hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kuyovlarga o'zining bolalardeklar muomala qilgan. Hatto Abu Turab deb chaqirishga amroq deydi. Yani ismi Ali raziyallohu Ali yani. Lekin boshqalarning Abu Turab deb chaqirishni yaxshi ko'radi deydi. Nimishqa desa, buning bir vaqaligi bor deydi. Bir kunsi Fatima onamiz bilan Ali raziyallohu ikki so'qishib qoldi. Shuni raziyallohu uyini tashlab chiqib so'qishib qoldi desak, urushib ketgan tushunmisan? Gap talashib yani xablashib qoldi. Yani sampan yani bir xablih bo'ldi. Shuni bilan Ali raziyallohu uyini tashlab mash chiqib, ay masjid topida aşağıda uxlab bize damalay deb uxlab yotdi. O'sha uy kelsa, yo'qlab payg'ambar davomli yo'qlaydi bularni uchun. Yo'qlab kelsa Fatima onamiz bor. Ali qani desa, mana shu azroq bir xablashib qolgan yo'q degan payg'ambar gap qilmaylam, Ali raziyallohu izlab masjidga bordi. Masjidga berib qarasa, işte masjidda yotgan shundan hey topuning dadisi ya Abu Turab. Ya Abu Turab. Top yani degan topuqni minib yotgan ekan, hey topuning yoki topuqni chaptishib qolgan odam degandek gap. Yani Arapçada Abu Turab degan topuning dadisi degandek. Bir akilatma. Bir xil kuyimchanlik chiqadigan ism. Turab deb 5-silab shu yerda yaxshi gap qilib, shu yerda Abu Turab deb Ali raziyallohu anhuni mushunda chaqirgan. Rasululloh o'sha yerda o'zi topini 5dan silab, kiyimlaridan silab qiqib o'shada. O'ylab baqsa bir qinonining kuyog'ilning chapindagi topini qiqib shunda qilib qopqizib voymang uy ketayli o bu deb mana bir qilganligi. Shuning uchun bu vaqalikdan ta'sirlangan kuyog'il o'zining mush ismi bilan atilishni yaxshi ko'rgan. Bir odamning Ali deb chaqirgandan Abu Turab deb chaqirishni yaxshi ko'rgan. Nimishqa desa, Rasulullohning bu ismni qo'yishda bir xil qinotlik mehri,
muhabbat, kuyumchanlik va kuyovni qadrlash. Bu mazmun ma'ni bo'lganlikdan mashsimni yaxshi kelgan. Bu birinchisi. Ali radhiyallohu anhuning qissasidimi har bir shu qiynati qiynatiga nisbatan hatto qiynanlarni o'rganish kerak bo'lgan bir dars chiqdi bu yerda masalan Rasululloh o'ziningki qizining uyiga kelgan vaqtida yo'qlab kelgan vaqtida yo'q urushib qoldik shunga chiqib ketdi deb shuna dedi Fatima onamiz. Normalda bilgan bir inson bo'lsa ko'pincha ota-onalar voy nima ish bo'ldi deb tafsilotini so'rab arqa jedalning cho'ng'ishi hisob qilmasa qizi bir mo'ncha dattukidi bu yerda. On desam man dedi Rasululloh bu yerda qizidan tafsilotni hech bir so'ramadi. To'g'ri. So'ramay chiqib ketishi o'limalar mushnimi? Rasulullahninki arqa jedalni qattiq arqa uningdan ya tafsilotni qizidan ham so'ramaslikda bu da kimning qashig'i Ali radhiyallohu anhu qashig'i bo'lganda uningdan hech qanday tafsilotni so'ramay bu yerda ikkisini orasida bo'lgan arqa yirikchilik qilishning hammasini yo'qotadigan muomalalarni qilib o'ttirsa bo'lgan hech bir tafsilotga kirmasligi bu nihoyatda cho'ng bir dars oladigan har bir qiynati uchun dars oladigan bir o'rin bu. Chunki surishti qilgan hamon har ikkisining gap anglagan hamon bu yerda ish jadal cho'ngishga boshlaydi, kichiklashga boshlamaydi deb shuni qaraydigan bo'laman. To'g'ri. Xo'sh, endi Rasulumuzning navirlarga tutgan muomalasini hammamiz bilamiz. Payg'ambar alayhisalom endi nihoyatda go'zal bir o'rnak bo'lgan bizga. Hatto xutba turayotgan vaqt bo'lsin, masjidga vaqti bo'lsin, bu vaqtda biroz bir gap qilsak. Endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning dedik Qur'oni Karimda harisun alaykum raufun bil mu'minin. Mu'minlarning manfaatiga, mu'minlarga shunda qirisman. Va nihoyat kuyumchan. Sizlarga nihoyat qirisman, mu'minlarga kuyumchan dedi. Rasululloh zodi hatto inson emas hayvonlarga ham kuyumchan dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hayvonlarning aziyat chekishni xohlamaydi. Bir odam hayvonlarga aziyat bersa darhol cheklaydi. Kim qushqashning bolasini kim manda qildi? Ma to'ygini kim jafosab ortiqcha yaxshi uzuq vermay, yaxshi yem bermay, egri shuni atib ishlatdi degan payg'ambar bu. Shuning uchun hamda mayli bolalar bo'lsin, navrilar bo'lsin, bu go'zal muomala qilishi albatta bu bir nim talab qilmaydigan, dalil talab qilmaydigan haqiqat. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning 7 navrisi bo'lgan. 7 navrisi. Xuddi balasim 7, navrisim 7 bo'lgan. Endi bu navrilardan keyin avlodlar bo'lmagan, tugab ketgan. Rasulullahning keyingi avlodining hammasi shu Fatima onamizdan bo'lgan İmam Hasan, İmam Hüseyin. Al-Hasan ve Hüseyin. Ya güzel ismi. Hasan mı güzel, Hüseyin mi güzel diye mende. Güzel, chiroyli, yaxshi. To'g'rilik nurg'un gaplar bor-ku. Ha. Sayyida. Ha, ikkisi jannatdagi, yoshlarning jannatdagi peshvosi, sardori degan. Bu ikkisi rayhonat degan bu ikkisi mening bir parcham. Meni yaxshi ko'rganlar bu ikkisini yaxshi ko'rsin. Degandek nurg'un gaplar bor. Endi shu qatorda masalan bu navrisiga qilgan muomalasi meni eng bir ta'sirlantirgan ya. Umar roziyallohu anhu deydi, bir kuni kirsam Rasululloh 4 putliq bo'lib ot bo'libdi deydi. İmam Hasan, İmam Hüseyin dimbisiga minib cho deb Rasulullohni ot qilib o'ynatibdi. Xo'sh. O'ylab baqsam, bir payg'ambar normal inson emas. Hamda nurg'un navrilamda dadisi qarab qachidi qo'qab hamda. Yoki bo'lsa qarab qachidi yoki aymindo hamda. Shundan ajab yaxshi ot ya ma ishkanliga ajab no'ch ot minibsizlar desam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otni minigan chavandozlarmi? Nayta no'ch chavandaz deb shunda deb javob berdi dedi. Umar roziyallohu anhu nima degan yaxshi ot desam atni ustidagi chavandaz deb endi ikkisini demoqchi. Esil chavandazlar. Xo'sh. Bir vaqalik bor. Masalan Rasul sallallohu alayhi vasallam bir jumada xutba o'qiyotdi. Xutba o'qisa İmam Hasan bilan İmam Hüseyin ikkisi
Kichik bir yiqilib, bir qo'pab, shundoq masjidga kirib Rasululloh taraf qarab manganda Rasululloh ash xutba yani nutqsizlayotgan nutqini kesib, pastga tushib, ikkisini elib quchoqlab, purab, ko'tarib shundoq nutqini davomlashtirgan. Deb bo'lib innama amvalukum va auladukum fitnatun talasning ballaringlar, belinglar sizlar uchun bir imtihon degan. Rasmush ada. Yani bir xutbaning bir jumaning xutbasini buzib shu ikkisini qo'liga oldi-da endi. Yani insonchilikda ne kadar ash bolalarni. Ben kichik bola kirib qolib qolsa masjidga ochaqalar. Ha, biz olsak voy nima deb kichik bola kirib qoldi. Namozni buzdi. Ash o'lim olamiz mush hadis qarab kichik bolalar masjidga kirsa bo'ldi deb fatvo bergan. Nurg'ulimiz qo'laymiz-ku va kichik bolani ish qildi bu yerda. Shu kichikni qo'llanganligi uchun cho'g'ga akaplanmaya var. To'g'ri. Shu bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozga chiqdi dedi. Namozga chiqib, namoz o'qib, sajda qilib, yama uzoq sajda qilib qoldi dedi. Shundan bir ish bo'lgan o'xshaydi deb, bunda 5 minut kutadim dedi. Ansarda da payg'ambar bir narsa qilgan o'xshaydi. Qarasam İmam Hasan bilan İmam Hüseyin Rasulullahning dumsiga chiqib sajda qilyapti dedi. İkisimi, birisimi? İkisi. İkisi dumsiga chiqibdi. Birisi chiqib olgan degan rivoyatim bor. İkisi chiqibdi. Siz deganda kim bir rivoyatda işte birisi chiqibdi. Ya Hasan ya Hüseyin. Shuning bilan men qayta sajdaga tushdim deydilar sahoba. Sajdaga tushib turdim, andan payg'ambar alayhisalom ma'lum vaqtning 5'ini ko'tardi. Shun biz so'rdik deydi. Ya Rasululloh, bugun bu boshqacha bir sajda qillar. Necha vaqtga o'xshamaydigan, yani demak, nayt uzun sajda qillar. Bir ish bo'ldimi? Yoki Alloh subhanahu va taolo sizlarga boshqa bir narsa amr qildimi, sizlarga vahiy keldimi? Nima ish bo'ldi deb so'raganda, payg'ambar kulli zalik lam yakun. O yaqin boshqa ish hech qanday ya vahiy kelmadi, ya men bir ish olmadi, hech qanday ish emas. Walakin ibni irtahalani deydi. Biroq mening o'g'lim, ash navrisin demakchi. Ot qilib minib oldi deydi. Nima? Shuni bilan men o biza o'ynab bundaq bir tuyunug'ichilik Tuyvag'achik masaj qilib turpadi. Tamam. Biz olsak aşağıda anasını, dadısını qo'shib, balani qilmay, men namozni buzib, jamoat oldi satdimidimi, bir muncha kayvoldim. Demak, bu Rasulullahninki muomalasi. Hatto bir hadisda bor. Rasulullahga Najashi bir so'g'atlarni avatgan. So'g'at avasa shuni ichidagi oltinlarni chiqib, o'zining Umama radhiyallohu anhaga "Voy qizim, shuni bilan siz zinnatlaning" deb hadiyalarni beradi dedi. So'g'atlarni. Demak, hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki ana lekin mana tarbiyalaydi, o kuyimchiliklar emas. Masalan, Hasan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bir musulmonlar zakotga kelgan xomini tursa, aşı İmam Hasan Hüseyin'imi qo'lini xomga uzatgan chaqda qo'lini tatqin, yigil qo'ymagan. Bizga zakat harom qilingan. Demak, Rasululloh mayli ballar bo'lsin, neylar bo'lsin, kuyimchanlikda gap yo'q. Ammo bu kuyimchanlik bolalarning tarbiyalanishiga ta'sir etkisi bo'lmaydi. Bolalarning shariatning sirtiga chiqishiga bo'lmaydi. Bolalarning dinning doirasidan chiqib ketishiga bo'lmaydi. Haqiqiy yaxshi tarbiyalanganlik Allah'ını tunuyduğun, Allah'ınki dinini tunuyduğun terbiyelengen çağda bu yaxşı bal terbiyelegen oldu. Bal terbiyelikte namaz okusu aslı karı yok. Ballarımız din öğrenmesi aslı karı yok. Onda kısa bulmaydı. Resulullah bana şu Hasan radıyallahu anhu bir xomu oğuşunda sadakatın, zakatın xomusu kol olsun diye sunup ağzıga ep boğandaydı. Peygamber fekal desem kih yani çıkıra ağzından kusa degendek çoğu. Anı taşlash uchun kih dedi, yani qusa tükra degandek ajna bir gapni qildi dedi. Buningdan nima chiqadi desa, yani Rasululloh shunchalar masalan mening yurak paralarim deb ash namozni sajda qilib dumbusiga mindirib olib shunda qismi, lekin ma shariatga xilof ish qilib qolsa shu. Darhol og'zing kirib olgan, gelingda ütib olgan bo'lsa, chiqara og'zingdan deb mana. Allah razı olsun. Hem de bugünkü sualımızı kelsek.
Şu roz tutquşunun rozusunu buzib etadigan narsa nimalar? Rozun tutquşunun rozusini buzdigan omillar bir necha omil bor, lekin bu omilni bilishdan burun bilib oladigan muhim qoida bor. Birinchisi, shu rozuni tutgan odam ma ishni rozini sindiradigan ishni ma rozini sindiradigan ish deb bilsa bo'ldi. Bilmay qilib qolsa, endi rozi singmaydi. Xo'sh. Ikkinchisi, o'z ixtiyorligi bilan qilgan bo'lish kerak. Masalan, su içsek rozimiz sığmadı. Ama öz ixtiyorligiga ichish kerak. Mecburi içirilse seni sığmaydı. Mesela hazır vatanda bu atkan ahvallar şu. Eğer vatandakilarga mecbur tamak yeyishga, mecbur su içishga mecbur olsa Ramazanda, niyeti Ramazanni tutaversa, Ramazan davomlashadi. Üçüncüsü, şu ishni qilgan vaqtida unutilib qilmagan bo'lish kerak. Yani iyisini batırıp qilgan bo'lish kerak. Agar iyisi yo'q, agar suv ichib salsa, undan yap salsa, endi ro'zi buzilmaydi. Şunun birincisi, birincisi ixtiyorlik bilan qilgan bo'lishi, ikkinchisi unutilib qolmagan bo'lishi, uchinchisi ham ro'zini buzdiganligini bilgan bo'lish kerak. Uchinchisi ro'zini, bu ishni qilsam, men ro'z buzdiganini eshitib, shuni bilish kerak. Shun payg'ambar sallallohu Qur'ondan ba Robbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ya Allah, biz unutilib qolgan xatolashqan bizni jazolamagan deb. Ikkinchisi xatolashqan degani bilmay turib xatolashqan. Payg'ambar alayhisalom hadis sharifda rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastakrahu alayh. Men ummatimdan unutilib qolgan, uqmay qilib qolgan, majburlangan ishdagi mas'uliyat ko'tarib etildi deydi. Ya'ni bir ishni unutilib qiliblar, uqmay qiliblar yoki majburlanib qilsalar, buningki shariatda jazosi yo'q, ya'ni hukm yo'q. To'g'ri. Tamam? Ayol kishininki ro'z jarayonida odat qilib qilishi yoki tug'ib nafas deb qo'yamiz-ku, u bo'lib qolsa, ro'zisi buzilgan bo'ldi, keyin tutuvasi bo'ldi. Bunda bir kun gunoh yo'q hamda, gunoh atilmaydi. Yoki qasddan bilib turib yeb ichish. Masalan, issa ro'zning sindaqligini bildi ekan, bir odam majburlamabdi, qasddan yeb issa, u chaqda ro'z singdi. Shu qatorda tamoq chekish. Tamoq chekishmi o'sha yeb ichishning qatoriga kirdi. Shuning o'xshash ayollarga yaqinlashish. Xo'sh. Yoki qo'l bilan onanizm qilish. Bumi Ramazondan so'ndirib turdi. Ya'ni spermni chiqarib o'tish yoki ayollarga qilish, bumi Ramazon so'ndirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi mana bu Rasululloh programmamizning 5-soni bu yerda oxirlashdi. İnşallah Rabbim ömür berse, yana şu saatlarda görüşüşeceğiz. Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Rabbim barlık emellerimizni ve emellerini kabul kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.